Gap tushuntiravering. APR yillik mashinasi qurilish mashinasozlikda ishlatiladigan barcha plastik mo'rt materiallarini siqilishga sinash uchun mo'ljallangan. Mashina boshqaruv apparati va ichki qismidan tashkil topgan. Boshqaruv apparatida moy so'rib beruvchi nasos hamda kamera joylashgan va kuch ko'rsatuvchi qismidan tashkil topgan. Mashinaning ichki qismida harakatlanuvchan va harakatlanmaydigan ushlagichlar mavjud bo'lib, harakatlanmaydigan ushlagich ventili mexanizmda joylashgan. Ishni o'tkazish jarayonida namunani qo'ysam bo'laveradimi? Namuna o'rnatilgandan keyin mashina yurgiziladi. Yurgizamiz. Keyin moy bosimi hosil qilinadi uslaglarda. Hozir bu jarayon ketsa, shu jarayonga ham nimalardir tiqishtiraman. Mana shu jarayonda plakatni ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi keyin. Bu tashlanadi shu yerga, mana chekkasi. Press. Ishlash jarayonida pressni harakat tezligi nazorat qilinadi. U moyni nasos bilan shlangaga so'rib berish tezligiga bog'liq bo'ladi. Shunga ketdi. Kuch ko'rsatilyapti. Sinashdan asosiy maqsad yog'och materialni tola bo'ylab chiqqanda mustahkamlik chegarasini aniqlash. Mustahkamlik chegarada yog'och namunasida yorilish bo'ladi. Yorilish sodir bo'lishi bilan mashina harakatlanish yo'lkasining yetakchi qismi orqaga qaytadi. Siqilish bo'ldi. Boshla. Bo'ldi. Hozirgi siqilgan namunani olib Po'lat joyga keyin po'lat tashlaydi, mana joyga nimani plakatda. Po'latni siqilganini ko'rsatamiz. Cho'yonni ham yorilganini olib kelib ko'rsatamiz. Cho'yon shunaqa yoriladi.